Chuvalchangga keladi-da bu eni. Oppoq narsa mashina oldik. Yerini olib tashladik dedim uni pastini. Qayeringizda og'riq bo'ladi? Avval mayitimdan mayitlarimgacha mayit sochimga bunday qila olmasdim. Men shu chabiydimda 20 yil bo'ldi menga. Peshona, burun oldi pastga. Mana shu yer og'rib qoladi, bir qarasam mana shu yer og'rib qoladi. Undan mana shunday kelib quloqni mana shu yerga. Undan mana shu yerdan mana shunday boradi. Undan mana shunday boradi. Men og'riyapti, uni operatsiya qildirdim bir yil. Operatsiya qildi. Undan keyin 2,5 oydan keyin men pastga og'rib qoldi. Keyin yana keldik, blokada o'yinlarda, blokada oldik, bo'lmadi. Keyin unaqa yana operatsiya qildi, pastini chuvalchangga keladi-da bu eni. Oppoq narsa mashina oldik. Yerini olib tashladik dedim uni pastini. Hozir nima dori ichayapsiz siz? Karbamazepin 3 ta ichaman bir kunda. Undan karbamazepindan oksapinga o'tdim. Oksapinni yana qo'ydimda, yana bunga o'tdimda 3 ta ichaman. Oldin 2 ta ichaman. Endi hozir mana shu yetimda o'zida og'riq, mayitimda bor deydi. Bitter testimon sanchib ketadi. Mana shunday o'sha og'riganini ushlab qolasiz ekan demak, o'sha joyingiz. Voy deysiz, ushlaolmaysiz, mana teksangiz battar og'riveradi deydi. Hozir endi masjid bilan chetda og'riq. Keyin mayitimda ham bor, bu tomonga o'tib qoldi. Bu 2 yil bo'ldimi deydi. Qanday holatlaringiz operatsiyadan keyin? Hozir yuzingizda teksa og'rimayaptimi? Sancho'cha og'riq yo'q-a? Dorilarni ichdingiz-a? Necha yil og'ridingiz bu kasaldan siz? 20 yil. Siz ham 20 yil og'ridingiz-a? Siz ham 20 yil og'ridingiz. 20 yil azob chekdilaring. Hammalaring 10 yildan oshiq staj bilansizlar-da. Bitta bola tug'ilgan bo'lsa, hozir maktabda 5-sinfga ko'rishadi u bola. Endi bu juda katta davr. Shuncha yil azob nimada o'tdi? Og'rimay. Ko'p joylarga doktorlarga bordilaring, davolandilaring. Endi sizlarga o'xshagan bemorlar bo'lsa, sizlar iltimos aytinglar. Mana o'zlaring ko'rdilar. Mana masalan aytsam nima bo'lar ekan? O'zingiz boshingizda sinab ko'rdingiz. Bular ham mana ko'rdingiz atrofdagilarni ham. Topganingiz yaxshi kunlarga bo'lsin. Alloh xolis. Hammamiz yaxshi ketaylik, sizga duo qilib turaylik.